Buni Ramazonning oxirgi kuni o'qisangiz, Allohning roziligiga erishasiz. Videoni saqlang va bu duoni Ramazonning oxirgi kunida o'qishni unutmang. Bir oy davomida biz Allohga yaqin bo'ldik. Biz tahoratda, duoda, ro'zada va Qur'on tilovatida bo'ldik. Endi esa oxirgi kun. Bu kun duo kuni. Men bilan birga qaytaring. Allohumma xtim lana Ramazona bi ridwanik wal itqi min niranik waj'alna fihi minal maqbulin. Tarjimasi: Allohim, Ramazonni bizlar uchun roziliging va do'zaxingdan ozod bo'lish bilan yakunla va bizni unda qabul qilingan bandalaringdan qil. Bu duo u katta ma'noga va qadrga ega. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: albatta amallar natijalari bilan baholanadi. Bu kun oxirgi imkoniyat. Alloh har kecha do'zaxdan bandalarini ozod qiladi. Biz ham shu saodatga yetishaylik. Ramazon ketmoqda, ammo bizga uning barakasi qoladi. Duolarimizni oxirigacha davom ettiraylik. Balki bu kun taqdirimiz o'zgaradigan kundir. Allohim, bizlarni qabul qilinganlardan qil.